Assalomu alaykum Yorqinbek o'z kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Kuniga bir mahal sulesdan keyin albatta beda berish kerak. Nimagaki sules chorvani charchatib qo'yadi, chunki u qishda yemishiniki, ya'ni quruq beda yesa yo quruq o't yesa suv ichadi. Sules yeversa suv ichmay qo'yadi. Shu uchun обязательно hech bo'lmaganda bir mahal quruq o't ham berib turish kerak. Mana uloqchamizni shoxini kesgandik, kuydirgandik. U kishi xafa bo'lib olgan. Ko'chaga onasidan xafa bo'lib kelib olgan bu yoqqa. Xullas, bu ham bir fermamizdan qisqagina lavha, kimgadir manfaatli bo'ldi, kimgadir oddiy bir ma'lumot sifatida. Like bosing, obuna bo'ling. Qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Kommentariyalar befarq qoldirilmaydi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Yorqinbek o'z kanali bo'ldi.